Assalomu alaykum. Bizning farmonlarga kuzatadigan obunachilar. Bizlarning peshkamizga taqdim etmoqdamiz. Insholarimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'z nafasiga yetkazdik. Ko'rishlar mumkin. Oppoq svetda qilib berganmiz. Mana bu karnizini bo'lsa, mokri svetda qilib berganmiz. Nima desanglar, mana bu ayvonlarga moslaganmiz. Ayvonimiz oqqa qora bo'lgani uchun, mana akfalarimiz mokrilik uchun bir qator mashitaga mokridan karnizini hech bo'lmasa mokri qilaylik deb mokri tavsiya berdik uyda egasiga. Sizlar qanday fikrdasizlar? O'z fikrlarni kommentga yozib ketinglar. Oq qilsa chiroyli bo'ladimi yo mokrimi? Mana oldi qoshlari bilan chiroyli qilib berdik. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak 13 million so'mga mana shu ko'rib turgan joylarni ponni aylanasi bilan mana taylari yo'q, keyin ko'cha tomonlari bilan ponni bitkizib berdik. Hozir ko'chalarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Hozir men ko'cha tomonlar. Mana ko'cha tomonlar. Ko'cha tomonlar sharkasi kichkina chiqqanligi uchun chiroyli chiqdi. O'ta ixchamgina katta sharkadan ko'ra. Ko'rishlar mumkin. Bu yerga ham ponni karnizini mokri qilganmiz. Shu yonbosh qoldi, xudo xolasa bitsa tugaydi.